Bilasizlar, mana shu nima? Bu oddiy uchaytirli bankadan qilingan kopilka. Bu kopilkani yaqindan boshlab shunaqa qilib yasab qo'ydim. Menga qachon qo'limga pul tushsa tashlab turibman. Hozir lekin ayrim sabablarga qaraganda uydaman. Ishlarim sog'lig'im tufayli biroz to'xtab qoldi, lekin bolalarimdan, o'bukimdan pul tushib qolsa, lekin tashlashni 2 haftada bo'lsa ham, 1 haftada bo'lsa ham qanday qilmay turibman. Lekin buni nima maqsadda qilganimni aytaymi sizlarga. Shu bankam to'lguncha Allohni oldiga borishni nasib qilsa, shu bankam to'lguncha niyat qilyapman. Harflarni, arab alifbosini o'rganib, Qur'onda tilovat qilishni o'rganib borsam, shu qatorda bankam ham to'lishni boshlaydi. Hozir men harflarni bir 8-9 tasini o'zi o'rganib qo'ydim. Xudo xolasa, Qur'onda o'qishni o'rganganimdan keyingina Makkaga borish nasib qilsin deb niyat qilyapman. Ungacha qanchada to'ladi bu bankam bilmadim-u, lekin men u yerga borib bitta harf o'qolmasam, bitta Qur'on tilovat qilolmasam, menga Makkaga borganda o'zi savobi qanchalik bo'ladi bilmadim-u, lekin borgan foydasi yo'q deb o'ylayman nimagadirda. Men u yerga borganimdan keyin Qur'on tilovat qilsam, o'tirib o'qisam, berilib Qur'on kitoblarini o'qisam, harflarni tanisam, har bitta yozgan yozuvlarni o'qiy olsam deb niyat qilaman. O'shandagina meni o'sha yerga chaqir Allohim deyman. Har doim niyatlarimda shunday deb aytaman. Hozirda endi yoshim 50 da, lekin qachon o'rganib bo'laman, qachon meni chaqiradi oldindan bilmayman. Endi bu bankaga ham hali qachon to'ladi, unisini ham bilmayman. Lekin balki menga qiyindir bu narsalar, lekin Allohimga osonligini bilaman xolos. Bir kun shu bankam to'lguncha men albatta Qur'on tilovat qilishni o'rganib bo'laman. Sizlar ham menga nima deysizlar shunga? O'rganishimga shu Qur'onda tilovatini joyiga qo'yib o'qishni o'rgatay oladigan odam bormi? Men shunaqa inson qidiraman, lekin topolmayapman hozirgi kunda. Hozir faqat telefonda harf o'rganyapman xolos. Lekin qiroat bilan o'qishni, har Qur'onda o'qiganda, har satrlarni o'qiganda yig'lab o'qishga niyat qilaman. Bilmadim nimaga shunday, lekin oddiygina Fotiha suralarini o'qisam ham ko'zimga yosh kelaveradi. Qur'on kitobini o'qisam, unda umuman boshqacha bo'lsa kerak. Sizlarga ham maslahatim, shunaqa niyatlaring bo'lsa, shunaqa bankka tutinglar. Oddiygina mana uchaytir, hali hech qancha to'linmagani ham ko'rinib turibdi menimcha. Lekin men ishonaman bir kun shu bankam to'lishiga va albatta bosh egam bilan hajga borishligimga. Men bu kunni orzu qilib kutaman. Balkim 60 yoshda bo'lar, balkim 65 yoshda. Qachon bo'lsa ham Allohim xayrlisidan bersin. Halol puldan borishlikni nasib etsin. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar.